Assalomu alaykum akalar. Bizi Batken oblasi Qadamjoy rayoni Xanjon aylov tumani qishloqda turmaydi. Chekalik qishlog'idamiz. Ayrida o'tlar ichib ketadigan tandirlar, aplisovishni g'ishtlar, ko'zlari oq. Agar sizlarga aplisovishni g'isht, anaqa rasvorlar kerak bo'lsa, stiklanli eshiklar kerak bo'lsa, o'choq pechkalarga 0755 39 14 00 mana telefon raqamlariga aloqaga chiqib, narxlarini so'rab, bayramlashingiz mumkin. Usullar ichiga kirib ketadi bu tandirlarimizni. Tandir buzilsa qanaqa almashadi deganlarga, tandir buzilsa, mana yonboshidan yoki mana yonboshidan tepasidan pastga tushadi tandir. Taylarida o'tinlari turadi, ko'rib turibsizlar. Bu yer rабочий stoli sevat qo'yiladi. Tayyorga qolgan narsalarni qo'yib oladi. Xohlasalar eshik qo'yib olinglar, xohlasalar prosta qo'yib olinglar. Keyingisi pechkamiz usti rабочий qozoni bilan orqasida choy qaynaydi. Bu yerda tayyorlaydigan narsasini tayyorlab olib, zagotovka qilib olib, ovqatlarini pishirisha oladi. Tegishli 100 litrlik qozon, o'zimiz material, o'shqi materiali, bishkedi materialda bo'lgan. Bitta qo'y bemalol sig'adi. Qo'yni so'yib, sho'rvani qilib, go'shtni oshib qolsa shashlik qilib yo'radi. Undan keyin ozgina rабочий stol mangalga 15 minutda shashlik botib sig'adi. Tutun voобще tashqariga qaytarmaydi. Shashlik bo'lsa ham, shashlik tutuni bo'lsa ham qo'lni ichkariga kirib ketaveradi. Mana dizaynerskiy ishlar bilan, mana chiroyli g'ishtlar bilan bemalol aloqaga chiqib, maylarni ko'pirsa, gullar ochilib, tepalar, shapkalar, eshiklari termostoyka kraskalanib, alüminiy chiroyli holatda mana o'tni yonishini ko'ryapsizlar akalar. Tutun degan narsa chiqmaydi.